Allah Taala mahluqatlari orasidan xolg'inni tanlaydi. Ularni alohida fazilatlar bilan xoslandirdi. Allah Taala zamondan Ramazon oyini, Ramazondan oxirgi 10 kechini, shu 10 kechidan Qadr kechisini tanladi. Qadr kechisini 1000 oydan afzal qildi. O'ylab baqing, payg'ambarimiz dunyolik narsalarni emas, boylik yoki davlatni emas, hatto jannatni mu bevosita so'rashni emas, balki agar 60 yil umr ko'rgan bir inson har kuni 5 soat ibodat qilsa, bu taxminan 110 ming soat ibodat qilgan bo'ladi. Ammo Qadr kechisida 8 soatlik ibodat qilish orqali Allohning rahmati bilan yetib keldi bizlarga xush muborak Ramazon. Assalomu alaykum aziz qarindoshlarim. Tasavvur qilib boqayli. Agar sizga birisi kelib, bir kechida 83 yillik ibodatning savobini qozona olaysiz desa, siz ishonamsiz? Bundaq fursat haqiqatan mavjud. Bu Alloh taolo bizga ato qilgan 1000 oydan afzal bo'lgan Qadr kechisidir. Har yilda faqat bir qatimli keladigan, hayotimizni o'zgartirish, gunohlarimizdan poklanish, jannatga yo'l ochish uchun cheksiz fursat yaratib beradigan bu muqaddas kechini tunayli, uni g'animat bilayli. Alloh taolo mahluqatlari orasidan xolg'inni tanlaydi. Ularni alohida fazilatlar bilan xoslandirdi. Bu haqda Alloh taolo va robbuka yaxluqu ma yasha'u va yaxtar. Parvardigoring xolg'inni yaratadi, xolg'inni tanlaydi degan. Bu oyat Alloh taoloning mutlaq irodasini va hukmronligini ko'rsatadi. Alloh taolo hamma narsani yaratish, ular orasidan xolg'inni tanlash huquqiga ega. Bu uning kamali hikmeti, cheksiz qudrati, mukammal ilmining dalilidir. Alloh taolo zamondan Ramazon oyini, Ramazondan oxirgi 10 kechini, shu 10 kechidan Qadr kechisini tanladi. Qadr kechisini 1000 oydan afzal qildi. Agar siz Alloh taolo bandalariga ato qilgan eng ulug' ne'mat to'g'risida so'rasangiz, men Qur'oni Karim haqida so'zlab beraman. Agar siz bir yilning eng yaxshi kechisi to'g'risida so'rasangiz, men sizga bu ulug' kitob nozil bo'lgan Qadr kechisi haqida so'zlab beraman. Alloh taolo bu kecha haqida Qur'oni Karimda inna anzalnahu fi laylatil qadr va ma adraka ma laylatul qadr. Biz uni, ya'ni Qur'oni Karimni haqiqatan Qadr kechisida nozil qildik. Qadr kechisining nima ekanligini sen qandoqmi bilalaysan deb bayon qilgan. Bu oyatda Alloh taolo Qur'oni Karimni Qadr kechisida nozil qilganligini ta'kidlaydi. Qandoqmi bilalaysan degan savol orqali bu kechining ulug'ligi, qimmatining inson tasavvuridan halqib ketganligini ko'rsatib beradi. Alloh taolo yana inna anzalnahu fi laylatin mubaraka inna kunna munzirin. Biz haqiqatan uni muborak bir kechida nozil qildik. Ya'ni Qur'oni Karimni biz haqiqatan insonlarni ogohlantiruvchimiz deydi. Oyatdagi muborak kecha degan so'z bu kechining barakatlik, yaxshilik, rahmat bilan to'lgan kecha ekanligini bildiradi. Qur'oni Karimning nozil bo'lishi insoniyatni ozg'unlikdan, gunohlardan ogohlantirish, to'g'ri yo'lni ko'rsatib qo'yish uchundir. Qadr kechisining nurg'un alohida fazilatlari bor. Birinchidan, Qadr kechisi Qur'oni Karimning nozil bo'lgan kechisidir. Aziz qarindishim, bu kecha insoniyat tarixidagi eng ulug' kitob ziminga nozil bo'lgan kechidir. Bu haqda Ibn Abbas radhiyallohu anhuma unzilal Qur'an jumlatan wahida ila as-sama'id dunya fi laylatil qadr. ثم أنزل بعد ذلك على مواقع النجوم في 20 سنة. Qur'oni Karim Qadr kechisida dunyo osmoniga bir qatimdala tushirilgan. Ondan keyin 20 yil ichida payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga parcha-parcha holda tushirilgan degan. Bu rivoyat Qur'onning 2 bosqichda nozil bo'lganligini ko'rsatadi. Birinchi bosqich Lavhul Mahfuzdan dunyo osmoniga bir qatimdala nozil bo'lishi. Ikkinchi bosqich dunyo osmonidan payg'ambarimizga 23 yil ichida parcha-parcha holda nozil bo'lishi. Bu fazilatlarning ikkinchisi Qadr kechisi 1000 oydan ortiq ecirlik kecha. Allah Taala bu haqda Laylatul Qadri hayrun min alf shahr. Qadr kechisi 1000 oydan yaxshidir degan. Bu oyat Qadr kechisining ajr savob jihatdan 1000 oydan ortiq ekanligini ifodalaydi. Siz o'ylab baqdingizmi? 1000 oy degan 83 yil 4 oyga barobar. O'ttirchi bir umr deganlikdir. Bu kechida qilingan har qanday ibodat, amallar odatdagi kunlarda 83 yil ibodat qilgandan afzal hisoblanadi. Bu nima degan
degan ulug' fursat. O'ylab baqing, musulmon kishi butun umrini Allohga ibodat qilish bilan o'tkazgan bo'lsa-mu, bu uzun bir umrdir. Ammo Qadr kechasi bir kecha bo'lsa-mu, uningdan yaxshi. 3-dan, Qadr kechasi gunohlarning mag'firat qilinish kechasi. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam bu kecha haqida: "Man qama laylatul qadri imanan wa ihtisaba, g'ufira lahu ma taqaddama min zambihi." Kimiki Qadr kechasini iymon bilan, savob umid qilib ibodat bilan o'tkazsa, uning ilgirki gunohlari mag'firat qilinadi degan. Bu hadisda iymon bilan degan so'z bu kechining qimmatiga, Allohning va'dasiga chin ishonishni, savob umid qilib degan so'z bo'lsa, ibodatni faqat Allohning roziligi uchunla ixlos bilan qilishni ko'rsatadi. Bu shartlarni o'rindigan kishining ilgirki gunohlari afv qilinadi. Shunga aziz qarindishim, o'tgan gunohlardan poklanish, yangi bir batni echish uchun bu nima degan ulug' fursat? 4-dan, bu kechining fazilatidan mahrum qolgan kishi haqiqatan mahrumlikqa uchraydi. Bu haqda payg'ambar sollallohu alayhi vasallam: "Atakum shahru Ramazon shahrun mubarak." Sizlarga Ramazon oyi keldi. Bu muborak bir oydir. Faradallohu alaykum siyamahu. Alloh taolo sizlarga bu oyda roza tutishni farz qildi. Tuftahu fihi abwabul janna. Bu oyda jannatning eshiklari ochiladi va tughlaqu fihi abwabul jahim. Dozoqning eshiklari taqiladi va taghullu fihi shayatin. Shaytonlar bog'lanadi. Fihi laylatun khayrun min alf shahr. Bu oyda 1000 oydinmi yaxshi bir kecha bor. Man hurima khayraha faqad hurima. Kimiki uning yaxshiligidan mahrum qolsa, haqiqatan mahrumlikda qoladi degan. Bu hadis Ramazon oyining muborakligini, ruhiy muhitini tasvirlaydi. Jannatning eshiklari ochiladi degan so'z rahmat, savobning ko'pligini, dozoqning eshiklari taqiladi degan so'z azobdan qutulish fursatining ko'pligini, shaytonlar bog'lanadi degan so'z bo'lsa, ibodat qilishda, yaxshilik qilishda tusalg'ularning ozligini bildiradi. 5-dan, farishtalar tushadigan rizqlar va ajallar bekitiladigan kecha. Bu haqda Alloh taolo: "Tanazzalul malaikatu var ruhu fiha bi izni robbihim min kulli amr." O kechida Parvardigorning izni bilan farishtalar Jibril alayhisalom har bir ish uchun tushdi degan. Bu oyatdagi ruh so'zi bo'lsa, Jibril alayhisalomni ko'rsatadi. Har bir ish uchun degan ibora farishtalarning kila yillik barliq ishlarni, rizqni, ajalni, musibatni, yaxshiliklarni elib tushadiganligini ifodalaydi. Bu oyatning tafsirida Mujohid rahimahulloh Qadr kechasida yil bo'yi bo'ladigan rizq yoki musibatlar bekitiladi. Ondan Alloh taolo xolg'inni oldiga suradi, xolg'inni keyniga suradi degan. Bu so'z Qadr kechasining taqdir bekitiladigan kecha ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni Allohning xolishi bilan kila yillik butun ishlarning izni, tafsiloti bu kechada belgilanadi. Bu oyatning tafsirida yana Hasan Basri rahimahulloh: "U hamma hikmatlik ishlar ayriladigan kechidir. U kechada Alloh har bir ajalni, rizqni kila yillikcha bekitadi" degan. 6-dan, tinch omonlik kechasidir. Alloh taolo bu haqda: "Salamun hiya hatta matla'il fajr." U kecha tong atqucha omonlikdir degan. Omonlik so'zi bu kechining boshdan oxiri xotirjamlik, barakat bilan to'lg'anligini bildiradi. Bu kechada farishtalar rahmat tushganlikdan, u kechada hech qanday yomonlik, ziyon, zahmat bo'lmaydi. Mujohid rahimahulloh bu oyat haqida yana: "U saqlangan bir kecha bo'lib, shayton u kechada hech qanday yomonlik yoki aziyat yetkazolmaydi" degan. Bu tafsirga qaragan vaqtimizda Qadr kechasi shaytonning ta'siridan saqlangan kechadir. Undaqda Qadr kechasi nima uchun maxfiy qilindi? Aziz qarindishim, siz buni bilamsiz. Alloh taolo o'z hikmati bilan Qadr kechasini maxfiy qilgan. Buningdagi eng cho'ng hikmat shuki, musulmon kishi oxirgi 10 kechining hammasida ibodatga, toatga turishsin uchundir. Agar ma'lum bir kecha deb bekitilgan bo'lsa edi, kishilar faqat shu kechada ibodat qilib, boshqa kechalarni beparvolik bilan o'tkazib yetadi. Shundaqla bu haqda Ibn Taymiya rahimahulloh Alloh Qadr kechasini ba'zi kishilarga tushida yoki uyg'oq vaqtida oshkor qilishi mumkin. U kishilar uning nurlarini ko'radi yoki ularga bu Qadr kechasi deb aytgan birini ko'radi degan. Bu so'zdan shuni tushunishimiz mumkinki, Qadr kechasi hamma kishiga ochiq oshkor bo'lmasa
bo'lmasa-mu, ba'zi ixlosman, taqvoda bandalarga alohida belgilar orqali bildirilishi mumkin. Aziz qarindishim, endi bu ulug' fursatni g'animat bilishning yo'llarini birlikda o'rganaylik. Birinchidan, Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10'ida izlash. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam taharru laylatal qadri fil ashril awakhir min Ramazon. Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kunida izlanglar degan. Bu hadis bizning vaqtimizni to'g'ri foydalanishimizga yo'l ko'rsatadi. Ramazonning 30 kuni ichidan eng qimmatli bo'lgan 10 kunni alohida belgilab, ibodatning eng yuqori pallasiga erishish fursatini o'rgatyotadi. Payg'ambarimiz bizga xuddi xarit chizib bergandek aniq yo'l ko'rsatib bergan. Yana bir rivoyatda payg'ambarimiz iltamisuha fil ashril awakhir fil vitr. Qadr kechasini Ramazonning oxirgi 10 kechasidagi taq kechalarda izlanglar degan. Bu hadis izdinish doirasini texmi taraytib berdi. 21, 23, 25, 27, 29-kechalar. Subhanallah. Undaqda bu taqsallar yushurgan ilahiy sir nima? Alloh taolo yaratgan koinotdagi nurg'un mo'jizalarmi taqsallar bilan keladi. Masalan, 7 qat osmon, 5 vaqt namoz, 3 muqaddas oy degandek. Bu orqali bizga izdinishimizda sistemalik bo'lishni o'rgatadi. Ikkinchidan, kechini ibodat bilan tirik o'tkazish. Aziz qarindishim, payg'ambarimizning qilgan ishlarini o'zimizga namuna qilaylik. Payg'ambarimiz Ramazonning oxirgi 10 kuni kelganda qanday qilatdi? Bu haqda Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda, "Kana Rasululloh sallallohu alayhi va sallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu va ahya laylahu va ayqadha ahlihi." Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam oxirgi 10 kuni kelganda belini ching bog'laydi, kechini ibodat bilan o'tkazatdi, oilasidagilarni uyg'otadi degan. Endi siz o'ylab baqing, oilangizni, bolalaringizni, do'stlaringizni bu ulug' fursatda ibodatga undab baqdingizmi? Uchinchidan, Qadr kechasida duo qilish. Oysha onamizdan rivoyat qilingan hadisda Oysha onamiz, "Ey Allohning elchisi, agar men Qadr kechasiga to'g'ri kelsam, qanday duo qilay?" deb so'raganda, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam, "Allohumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni." Ey Alloh, sen haqiqatan afu qilg'uchisan, afu qilishni yaxshi ko'rasan, meni afu qilgin deb duo qilgin degan. Bu duo qisqa lekin cho'nqur ma'noliq bir duo. O'ylab baqing, payg'ambarimiz dunyolik narsalarni emas, boylik yoki davlatni emas, hatto jannatni mu bevosita so'rashni emas, balki afuni tilashni o'rgatdi. Inson har qancha dunyolik ne'matlarga erishsa-mu, agar afu qilinmasa, hech qanday qimmati yo'q. Payg'ambarimiz eng muhim ehtiyojimizni bizga ko'rsatib berdi. Afuvun ismi mubolag'a shaklda kelgan bo'lib, Alloh taoloning kechirimchanligining cheki yo'qligini bildiradi. Hatto u gunohning izini butunlay o'chirib tashlaydi. Shundaqla bu muborak duo cho'nqur ma'niga, ta'sirlik mazmuniga ega. Qadr kechasiga to'liq munosibdir. Bu kecha barliq hikmatlik ishlar ayriladigan, bandalarning kela yillik Qadr kechasiga bo'lgan butun amallari taqdir qilinadigan qimmatli kechadir. Biz bu muborak kechining yaxshiligi, barakatidan to'liq bahramon bo'lish uchun farz namozlarni o'z vaqtida ado qilaylik, kechilik ibodatlarni ko'plab qilaylik, zakotni beraylik, sadiqani saxiylik bilan beraylik, ro'zimizni haqiqiy tutaylik, yaxshi amallarni texmi ko'plab qilaylik, gunoh va yomonliklardan yiroq turaylik, xatoliklarımizga chin dilimizdan pushaymon qilib tavba qilaylik, Allohni hamisha yod etib turaylik, Qur'onni tashlavatmay tilovat qilaylik. Oxirda ta'kidlab deydiganim aziz qarindishim, bu kechini g'animat bilaylik. Dunyoda 83 yildan ortiq umr ko'rish nisb bo'lmasligi mumkin, ammo bir kechada 83 yillik ibodatning savobiga erishish fursati ko'z oldimizda turibdi. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallam, "Inna hadha ash-shahru qad hadarakum." Haqiqatan bu oy sizlarga keldi. Va fihi laylatun khayrun min alf shahr. Uningda 1000 oydan yaxshiroq bir kecha bor. Man hurimaha faqad hurimal khayra kullahu. Kimiki uningdan mahrum qolsa, haqiqatan barliq yaxshiliklardan mahrum qolgan bo'ladi. Va la yuhramu khayraha illa mahrumun. Uning yaxshiligidan faqat mahrum qilingan kishilar mahrum qoladi degan. Bu hadisda umid qilish, ogohlantirish birlashgan. 1000 oy demak 83 yil 4 oydan ortiq vaqt. Hisoblab baqayli. Agar 60 yil umr ko'rgan bir inson har kuni 5 soat ibodat qilsa, bu taxminan 1
110 ming soat ibodat qilgan bo'ladi. Ammo Qadr kechasida 8 soatlik ibodat qilish orqali Allohning rahmati bilan 250 ming soatlik ibodatning savobiga erisha olamiz. Bu nima degan katta fursat? Mahrum qilingan kishilar mahrum qoladi degan so'z bizga umidni yetkazayotdi. Hamma odam uchun bu fursat bor. Faqat o'zini chetga elib olganlar bu fursatni qo'ldan berib qo'yadi. Balkim biz hozir alamlik, dardlik holda bo'lishimiz mumkin. Lekin bu kechida qalbimizni yaratgan Allohga duo qilsak, uningdan afu qilishni so'rasak, uning marhamati, rahmati bilan qayta tirilishimiz mumkin. Allohumma vaffiqna li qiyami laylatil qadri imanan va ihtisaba wa'fu anna innaka afun karim. Ey mehribon Alloh, bizni qadr kechasida ibodat qilishga muyassar qilgin. Bizni haqiqiy iymon, samimiy niyat bilan bu kechini ihyo qilguvchilarning qatoridan qilgin. Bizning gunohlarimizni kechirgin. Haqiqatan sen intoyin kechirguchi, afu qilishni yaxshi ko'radigan zotsan. Amin.